Hayit ayyomlaring muborak bo'lsin. Hayitlaringga hayitli qilib, mana shu shikolat narsa chiqardim. Narxi Chilonzorda bir xonalik uylar xabarlaring bor. 58 ming, 60 ming, 55 ming atrofida turibdi. 2 xona, 3 xona qilingan zerkalka uyimizni bir xona uyni puliga berib yuboraman. Hayitlaringga hayitli. Xudo xolasa tez sotiladi, harakat qiling. Inshaalloh sizga nasib qilsin. Xo'p, kirib kelishi, uyga gap bo'lishi mumkin emas. Kirib kelganda temir eshik turibdi. Sanuzel razdelni, vannalar kafedan chiqqan. Eshiklar almashgan, pol laminat qilingan. Ozgina mehr kerak uyga. Konditsionerlargacha turibdi. 2 xona, 3 xona qilingan. Yo'l oshxona bo'lish kerak edi, oshxona. Balkonga chiqqan, yaxshi gazlar turibdi. Zerkalkada bilasizmi, spalnisi katta bo'ladi, bir xil ikkitasi. Zal bilan spalnik bir xil kattalikda. Akvaromlar turibdi. Xullas, uyga ozgina mehr kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, bir xonalik uylarni Chilonzorda 57, 58 deb turgan payt biz 2 xona zerkalka, 3 xona qilingan uyni 56 ming akanchatini qo'limizga qilib berib yuboramiz. 56 mingga berib yuboraman. Hamma narsasi qoladi, kalsiy razmatasida beriladi. Joningiz sog' bo'lsin.